Assalamu alaykum. Yangi qism ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizda qizg'in qarshi olamiz. Shu topda biz darsligimizning birinchi qism kitobida turyapmiz. Bugun Chislaga 2009-yil 8-oyning 6-kuni, ya'ni seshanba bo'ladi. Buning ingliz tilida ifodalanishi xuddi ko'rayotganingizdek Tuesday, ya'ni seshanba degan gap 8/6/19 degani August 6, 2019 ninki yozilishi, oddiylashtirib yozilishi son bilan shundoq. Kanalimizning YouTube'dagi izlash nomi Hayot Tilim bo'ladi. Andan keyin tor bekitimizning adresi ko'rayotganingizdek www.hayottilim.com. Tor bekitimizga ancha-muncha diqqat qilib turg'aysiz, chunki nihoyat yaxshi mazmunlar jiddiy ishlanyapti. Albatta ingliz tili o'rganish uchun intayin foydali material manbasi hisoblanadi bu tor bekitimiz. Undaqda biz darsimizga kirib ketdik savollar. Bugun birinchi qism kitobimizningki 11-darsi bo'lgan Is this your shirt? Temadagi darsni o'rganamiz. Albatta shuningki mashqini qo'shib o'rganamiz, ishlaymiz demakchi. Oldi bilan hech ish qilishdan burun hech qanday bir ish qilishdan burun, demakchi boshqa ishlarni qilishdan burun yangi so'zlarni biz bir o'rganib o'taylik. Albatta so'zlardan boshlandi har qanday tekis yoki hikoya. New words and expressions. Whose birinchi so'zimiz. Qayta agishib o'qing. Whose. Whose. Ana tirnoqchilikse who. Who. Men nima ish tirnoqchi gap qo'yganimni hozir tushundiraman. Demakchi bu ikki so'zningki o'qilish ahongida endi o'zingiz diqqat qilyapsiz. Birinchi harfi garchi W deb yozilgani bilan W o'qilmayapti hech qanday. O'qilish ahongi qaysi harfdan boshlandi? H harfidan boshlandi, ya'ni ikkinchi harfdan boshlandi. Ya'ni who, whose yoki who deb o'qilganda tirnoqchilikisi. Buni siz his qilyapsiz cho'qmi? Okay, number 2, blue. Blue. Number 3, perhaps. Perhaps. Number 4, white. White. Number 5, catch. Catch. Number 6, sol yuqori burchkiga bir pash qo'yilgan as qo'shimchasi bu. Bunun ma'nosi ning degan ma'nosi bor. Tavallik va egilikka. Egilik masalan ismlarning kayniga qo'shilib kelib, shu ismningki egilik yoki tavallik ma'nosini bildirdi deylik. Ning degan qo'shimchasi. Masalan, olim degan ismning kayniga shu pash asni qo'ysak qanday? Olims, ya'ni olimning bo'ladi. Buningki o'qilish ahangi ko'pinchalarda ziz o'qiladi, ya'ni zanjirdagi z'ninki ziz tovushi o'qiladi. Ba'zi hollarda sni o'qiladi, ya'ni soatdagi s ya'ni tovushi o'qiladi. Qanday u nada z nada s o'qilishi shu amaliyotdagi o'zi agishib kelgan ismninki eng oxirgi tovushiga bog'liq. Ketib buni o'zingiz bilib olasiz. Bu vaqtda biz shunchalik to'xtalib turaylik. Andan keyin eng oxirgi so'zimiz number 7, 11. 11. Okay, so'zlarning o'qilish ahanglari, talaffuz qilinish ahvoli shundoq. Endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak tez bir qatim. Whose birinchi so'z. Kimning degan savol almash, ya'ni egilik almash hisoblanadi. O'zingiz ko'ryapsiz. Kimning deganda ning qo'shimchasi bor. Agar kim bo'lgan bo'lsa, masalan, tirnoqchilikdek vaqtida bosh almash bo'ladi, savol almashningki bosh almash shakli. Endi kimning bo'lganligi qanday? Whose degani egilik almash shakli bo'ladi. Nima almash desam tushunasizmi? Masalan, men, sen, u deganlar almashlar grammatikada. Shu almashlarning qanday savol so'zi bo'ladi endi. Kim degan. Kimga masalan men yoki sen deb javob beramizmi yoki odamning ismini deymiz. Xo'sh, uzun gapning qisqasi whose degan kimning degan savol so'zi ekan.
who degancha tirnoq ichidagisi kim degan savol so'zi. Nimashqa tirnoq ichiga olib qo'ydingiz who'ni deb so'rasangiz, darsimizda who'ni so'zlamaymiz, lekin who'ni so'zlaymiz. Garchi who demakchi who'ni so'zlamagan bilan shu who'ga munosabatlik so'z bo'lg'achqa ham who's degani. Demakchi kimning degan so'zni o'rganganda qanday kim degan so'zni qo'shib o'rganib olsak ziyon qilmaydi-ku. Shu vajidan tirnoq ichiga olib qo'yganmiz. Agar kimni bilmoqchi bo'lsangiz, uni who deydi. Endi bugun o'rganganimiz kimning degan so'z demakchi-ku. Okay, o'qilish aholiga alohida diqqat qilgaysiz. W yozildi ekan, lekin o'qilmaydi ekan. Okay, number 2, blue. Bu ko'k rang. Ko'k rangni bildirdi. Okay, ko'k yoki ko'k rang yoki ko'k ranglik degan so'z. Number 3, perhaps. Balkim degan so'z. Masalan, balkim rost, balkim yolg'on, masalan, balkim uning yoki u balkim buning degandekchi. Balkim degan so'z. Number 4, white. White. Bu so'zni qarasangiz, bu so'z masalan o'qilish aholi jihatini esa birinchi so'zga oldingi ikki harfi o'xshab ketyapti, lekin birinchi so'zda tunji harfi W o'qilmay, ikkinchi harf ya'ni H o'qilgandi. Ya'ni whose yoki tirnoqchidagi who degan so'z qarasangiz. Lekin bu to'rtinchi so'zda-chi, demakchi boshlangan ikki harfi o'xshaydi ekan, WH bilan boshlanadi. Lekin bu to'rtinchi so'zimizning g'ayri yeri endi. Birinchi so'zdagida bundaq W o'qilmay H o'qiladigan ahvol yo'q, balki uning aksicha W o'qildimi to'rtinchi so'zda. H o'qilmaydi demakchi. Ya'ni white. Lekin yozganda cho'qim shunday yozamiz endi. Ingliz tilining ham qiyin nuqtasi mushamdi-chu amaliyotda. Demakchi nurg'un odamlar inglizchani boshlab, ozroq o'rganib beqib, shu o'qilishi bilan yozilishidagi ya'ni yozilishi bilan o'qilishidagi shu munosabatni bilib olmaylar. Bu bir xil yozilgan, yana bir xil o'qiladigan, men uqolmadim deblar voz kechib ketadi nurg'un odamlar. Okay? Men sizning voz kechmaydiganligingizga ishonaman. Agar tafsilotga qiziqsangiz, masalan, shu talaffuz so'zlarning talaffuz qilinish ahvoli tabiiyki tafsilotga qiziqsangiz, bizningki ilib darsimizni ko'rgaysiz. Agar umi yana yordam qilamasa, qilmasa, ayrim aloqalashsangiz, maxsus mushahda azroq bir bilim bersak bo'ladi. Chunki demakchi qayerda zodi qanday o'qildiganligi haqida. Okay, demakchi to'rtinchi so'z white deb o'qiladi. Hargizmi birinchisiga o'xshash tunji harfi W o'qilmay, ikkinchi harfi H o'qilgan deplama, to'rtinchisini height deb o'qitib qolman. To'rtinchi so'z demakchi white deb o'qiladi. Bundan aniq chiqib turadi-ki, birinchi harfi W o'qilyapti, H o'qilmayapti ikkinchi harfi. Okay, oq ranglik degan gap bu ma'nosi. Oq ranglik, ikkinchisi nima degan to'q ko'k ranglik degan to'q. To'rtinchisi qanday? Oq ranglik degan gap. Number 5, catch. Bu tutib olish degan gap. Masalan, birisi sizga bir narsani otsa, siz qanday uni tutib olsangiz, shuni catch deymiz. Ya'ni tutib olish. Qolgan nimasini ishlatilish o'rnini jumlada shu dialogimizda ko'ramiz hozir. Number 6, pash asni abiyam deb o'tdim, ning degan qo'shimcha ma'nosi bor. Ya'ni ning degan ma'nosi bor. Masalan, ismlarning kayniga pash as qilib qo'shib bundaq ishlatsak, masalan, abay degandek olimning kayniga pash as qo'shsak qanda olims bo'ldi. Bu yerda ning degan ma'nosi bor, ya'ni olimning degan ma'nosi bor. Okay, hozircha shunchalik bilib turaylik. Eng oxirgi 7-chi so'zimiz, ya'ni 11 degan son. Dersimiz 11-dars bo'lg'achqa 11 degan so'z sonni bilib olish muhim qo'y. Okay, unda bo'lsa yuqoridagilar shu so'zlarning o'qilish aholilari va so'z ma'nolari bo'ldi. Biz tez tuvandagi jumlani bir ko'rib o'taylik, keyingi betga o'tishdan burun. Is this your shirt? Temaga o'xshaydigan mavzuga. Degan gap bu, sizga tanishlik jumla bu, siz tunji darsda o'rganib bo'lgan amaliyotda. Xuddi is this your handbag degandeklam bir jumla shakli bu. Demakchi, is this your shirt? Tiki shirtni oldida biz o'rganib bo'lgan oldingi darsda erlarning ko'ngligini shirt deymiz deb. Bunda bo'lsa, nima degan gap bo'ldi bu jumla? Bu sizning ko'ngligingizmi degan gapga qo'y.
Bunga javoban ikki jumla berib qo'yibdi. Yes, it is yoki no, it isn't. Yes, it is degani ha u shu bo'lsa, no, it isn't degan qanda yo'q, u emas degan bo'ladi ekan. Bunda qarasangiz bu darsimiz nima to'g'riliq darsdek turdi. Bu bir xil igilik yoki tabalikni ifodalaydigandek ashuna bir temadagi bir dars ekan, naq to'g'ri. Masalan, birinchi so'zimizga qarasangiz, yangi so'zlarniki tizimlikdagi birinchi so'zga kimning deyiladi-ku. Demakki, kimning degandan bilyapsiz, tabalik, ya'ni bir xil igilik, to'g'riliq bir dars ekan bu. Xo'sh, unda bo'lsa biz so'zlarni mushunchalik tushunaylik, endi biz qanday tezlikda dialogga kirib ketdik. Qolgan shu so'zlarning ishlatilish o'rnini dialogdan bilamiz. Conversation qarasangiz, parang degan gap bu. Whose shirt is white? Söz ma'nosi bo'yicha tushunsangiz, butunlay tushunolasiz majumuni. Hech qanday bir ters jumla emas bu. Kimning ko'ngligi bo'lsa oq, ya'ni kimning ko'ngligi oq degan gap ekan bu. Xo'sh, unda bo'lsa mushu savolni esimizda tutaylik. Savoldoshlar, kimning ko'ngligi oq degan mushu savolni esimizda tutib turib, dialogni ko'rib boqaylik unda bo'lsa. Dialogni men ekranga chiqarmadim. Uning o'rniga qanda shu kitob sizlar nimadan tushirib olgan kitob bor, to'rda bekatdan tushirib olgan. Shu kitobninki nimasiga qaraylik. Masalan, sol tarafdagi dialog deylik, masalan, o'ng tarafdagilar qanday shu har bir jumlaga yoki har bir bo'lakka masaldagi rasm deylik, masalan, qarang. Undasi menga agishib o'qinglar savoldoshlar, vaqtni tejash uchun. Qarang, teacher nima deydi? Teacherni bilamizmi? O'qituvchi yoki muallim degan gap bor. Teacher bunday deydi, qarang. Whose shirt is that? Menga agishib o'qiyapsizmi? Whose shirt is that? Deganda, desa masalan, hech kim javob bermadi deylik. Ani teacher yana deydi. Is this your shirt, Dave? Yana bir qatama. Is this your shirt, Dave? Deganda Dave qo'pib, no sir. It's not my shirt. Deydi. Deb bo'lib Dave yana, this is my shirt. My shirt's blue. Tushunishlik bu, Okay. Deganda teacher bunda deydi, qarang. Is this shirt Tim's? Dave deydi. Perhaps it is, sir. Yana bir qatama. Perhaps it is, sir. Deb bo'lib, Tim's shirt's white. Tim's shirt's white. Deganda teacher qo'pib, Tim, qarang, indash belgisi, Kayinda indash belgisi bo'lg'achqa buni shu urg'uliqroq chiqarimizga o'qiymiz-ku, Tim. Deganda Tim qo'pib, yes sir. Deydi. Deganda teacher qo'pib, is this your shirt? Deb so'radi. Tim qo'pib, yes sir. Deganda teacher qo'pib deydi, here you are. Catch. Eng oxirida Tim qo'pib, thank you sir. Okay? O'qilishi shundaq dialogimizningki, endi biz ma'nosini tushunib boqaylikmi? Qarang, dialogninki nimasida birinchi jumlasida qandaq? Teacher deydi, whose shirt is that? Degan gap bu. Kimning ko'ynagi bo'lsa, avu degan gap bu. Demakchi bir ko'ylakni ko'rsatib turib, qarsangiz rasmga qarsangiz, bulungdagi ko'ylakni ko'rsatib turib, o'qituvchi so'raydi deylik. Whose shirt is that? Kimning ko'ngligi avu yoki avu kimning ko'ngligi desak ham bo'ladi-ku uyg'ur tilida. Shundaqmi? Deganda, masalan, hech kim javob bermadi deylik. Birdan turib o'tib, masalan, qarsangiz bo'shliq bor ekan miyada. Hech qanday bir javob chiqmagandan keyin teacher qo'pib Dave degan boladan so'radi deylik, masalan. Is this your shirt, Dave? Bo'lsa, bu sizning
ko'nglingiz Dave yoki sening deyli. Bu sening ko'nglingmi Dave degan gapga bu deganda Dave qo'pib no sir yo'q apandi. Okay, tushunishli bu jumla. Tapilib it's not my shirt. It's not my shirt. It's degani nima? Amaliyotda it is niki qisqartilishi va qisqartilib ifodalanishi. Demak, yozganda qisqartgandan keyin o'qigandimi, qisqartib bilan it's deb ham o'qiymiz. Agar ayrim bo'lgan bo'lsa, it is bo'ladi. Demakchi, it's not my shirt. U bo'lsa emas mening ko'nglim. Tushunishliku? O'quvchi Dave bu ko'nglik sizningmi yoki seningmi deganda Dave qo'pib yo'q apandi u mening ko'nglim emas dedi-ku, ha? Deb bo'lib Dave yana gap qildi, qarang. Uloplashi gapni deb bo'liblar. This is my shirt dedi, qarang. Uchinchi rasm qarsangiz bir ko'nglikni qo'lida tutib turib, this is my shirt. Bu bo'lsa mening ko'nglim demakchi-ku. Deb bo'lib nima deydi yana? My shirt's blue. Bu yerga shirt degani, masalan, shirt pash as degani qanday? Is degan fe'lninki shirtga qo'shilib ketgani, ya'ni qisqartirib aytilishi. Shirt is demakchi. My shirt is blue demakchi. Abi ham biz yangi so'zlarni o'rganganda pash asni ning qo'shimchasi degan ma'nosi bor degan to'qa. Uning kamliq taqijimi? Kelganda men deyman, qarang. Hozircha my shirt's blue degi shirts degani shirt is, ya'ni uchinchi shaxs ning birligi jumlaning egasi bo'lib kelganda is deb ishlatildi degan fe'l, is degan fe'l. Okay, tushunishibmi? Demakchi my shirt degani mening ko'nglim degan gap. Mening ko'nglim degan bu so'z amaliyotda nimaga tang, qaysi almashqidan u'ga tang-ku. Demakchi narsadagi u'ga, mening ko'nglim nimaga tang, amaliyotda narsadagi u'ga tang. Demakchi shu jumlaning egasi it bo'lib keldi deyli. Demakchi my shirtning o'rniga itni almashtirsak, it is blue degan gap bu. Shuning uchun my shirtning kayniga agishib ketgan pash asni hargiz ning qo'shimchasi deb tushunmaymiz, balki is deb tushunamiz. Sababi shu. My shirt's blue o'qiganda, chunki yozilganda qisqartib, yozilgandan keyin o'qigandimi qisqartirib o'qiymiz. Shuning tushliq demakchi. Shunga my shirt's blue deb o'qigani amaliyotda shu. My shirt is blue deganni qisqartirib o'qiyotgan. Ma'nosi mening ko'nglim bo'lsa ko'k ranglik demakchi ekanda. Deganda teacher qo'pib is this shirt Tim's dedi. Is this shirt Tim's degan gap bu. Bo'lsa bu ko'nglik Timningmi degan demakchi ekanda. Ya'ni bu ko'nglik Timningmi demakchi ekanda. Bu gapga Dave nima deb javob berdi? Perhaps it is, sir dedi. Perhaps nima deb degan to, balkim deb degan to. Bo'lsa balkim u shu demakchi ekan. Balkim u shu degani perhaps it is Tim's shirt demakchi. Ashi Tim's shirt degan amaliyotda yoshirin kelyapti demakchi ku. Mana qisqaradigan ahvol bor dedim-ku inglizchada. Uyg'urchadan bog'i amaliyotda. Balkim u Timning ko'ngliki bo'lishi mumkin deb ma'lummiz, balkim u shu deb ma'lummiz. U shu deganimiz shu Timning ko'ngliki demakchi-ku. Okay? Perhaps it is sir degan nima bo'ldi? Balkim u shu apandi deydi. Deb bo'lib Tim's shirt's white. Timning ko'ngliki bo'lsa oq rangli deydi. Endi keldi qalqi. Pash asninki ning degan qo'shimcha ma'nosini anglatadigan ishlatilish ahvoliga endi keldi, qarang. Xuddi mana boshdan desak, mana teacherninki gapini. Is this shirt Tim's? Bu ko'nglik Timningmi? Ya'ni Timning kaynidagi pash as ning degan qo'shimcha ma'nosini anglatdi. Andan keyin ma tigidagi jumla qarsangiz Tim's Timning kaynidagi pash as shu ning degan qo'shimcha ma'noni anglatadi. Lekin ma shirtning kaynidagi pash as shu bu yerdagi pash as ning degan qo'shimcha ma'nosini anglatmaydi, balki is degan ma'noni, is degan so'zningki shirtga chetilib ketgani ma'lum. Ya'ni Tim's shirt is white degani. Tushunishlikmi gapim? Nima shunday bo'lganligini bundaq logik jihatdan tahlil qilsangiz chiqadi amaliyotda. Timning ko'ngliki bo'lsa oq desak to'g'ri bo'ldiganda, logikaga moslashadigan, ya'ni grammatik jihatdan to'g'ri. Agar unda demak unda
Timning kendikini mu peş asını mu ning, shirtning kendik peş asını mu ning deb ilib olsaqanda ma'nisiz bir jumla bo'lib qoladi. Timning ko'ngliki ning aq degan gap timning ko'ngliki ning aq degan. Demak, shirtning kendik peş asını faqat is deb olganda anondan keyin bu jumla ma'niga ega bo'ladi. Ya'ni timning ko'ngliki bo'lsa white demakchi. Gapim tushunishli bo'lsa o'rdoshlar, biz agar 100 dirani o'tgan bo'lsak bu darsni degan bo'ladinglar. Endi men faqatla mavhum bir xil xuddi o'zimga so'zlayotgandek so'zlayapman. Sizlarmi naq maydonda men inkos qaytarolmaysizlar, inkos berolmaysizlar. Shunga men sizlarni tushundim deb o'ylayman. Demakchi o'g'lim agar tushundinglarmi desam, tushundik degan bo'lsanglar men xotirjam mang'atdan oldimga sizlarga bunda inkos kelish imkoniyati bo'lmaganki shu topda. Tushundim deb o'ylayman. Okay? Ya'ni Tim's shirts white degani Timning ko'ngliki bo'lsa oq ranglik degani. Ya'ni Dave nima dedi? U mening emas deb bo'lib o'zininkini ko'rsatib, mening ko'k deb bo'lib, mening ko'nglim ko'k deb bo'lib deganda o'quvchi undasi bu Timningmi deganda boshdan kelsam teacher bolalardan bir so'radi deb kimning deb hech kimdan javob chiqmagandan keyin Dave'dan so'radi deylik, bu seningmi deb Dave qo'pib, "Yo'q, u mening emas" deb bo'lib, "Meningki ko'k ranglik" deb bo'lib deganda teacher qo'pib, "Undasi bu Timningmi" degandek bir gapni deb so'rab, ondan Dave qo'pib, "Balkim" deb ondan Timningki oqdi deb unda degani bu, tushunyapsizlar bu. Deganda teacher andimda dedi, qarang, Timni chaqiryapti. Tim qo'pib, "Yes sir" demakchi, Uyg'urchada birisini chaqirsa, usulni bevositlam chaqiramiz-ku. "Olim" deb. Olim nima deydi? Xo'sh, ma'lum" deb javob qaytardi-ku. "Yes sir" degani shu, "Xo'sh, apandi" degani. Okay? Tim, "Yes sir." Tim, "Xo'sh, apandi." "Xo'sh, apandi. Nima gapdi?" deb tushunsak bo'ldi-ku. "Yes" degani xo'sh. Xo'sh, nima gapdi deb. Teacher qo'pib, is this your shirt? Bu sizning ko'ngligingizmi deb so'radi. Deganda Tim qo'pib, "Yes sir." Apandi dedi. Teacher qo'pib, "Here you are." deb bo'lib, "Catch" dedi. "Here you are" nima deb tushungan to'q, mana hamsa sizga degandek bir ma'nosi bor. Bir odamga bir narsani berib o'tib, "Here you are" desak, shu mana hamsa deb qarshi tarafga bagan deb ishlatadigan bir ifodalar. "Here you are" mana hamsa sizga katta degandek-ku. "Catch" degan tutinglar degan gap. Catchni nima deb degan tuqadi ham tutib olish deb degan tutish tutib olish deb. Demakchi tutinglar deb buyruq ahangda tutinglar hamsa deb tashladi deylik. Yoki oddiy Tim qo'pib, "Thank you sir." Rahmat efendim. "Thank you sir." Rahmat efendim. Okay? Demakchi darsningki dialogninki ma'nosi shu, endi jumlalarninki ayrim tahlili ishlatilishi degandek. Unda bo'lsa bu yana yetarli emas savoldoshlar. Buni qanday siz o'zingizni qayta o'qib, yezib, hatto yodlab, baxchiq mashq qilmasangiz, bu hargiz o'zingizningki bilimiga aylanmaydi. Okay? Unda bo'lsa biz askabinda bo'liblar, o'zimizningki yana bir ekran qaytib ketaylik. Qaytib ketganda aslida bizdan so'ralgan savolga javob beramiz. Whose shirt is white? Bunda o'ylasangiz Dave, ya'ni muallim boshda gap so'ragan bola Dave deysizmi? Ningdi? U mening emas deb bo'lib, mening ko'k dedi. Demakchi, whose shirt is white degan savol nima? Kimning ko'ngliki oq yoki oq ranglik demak ekan-ku. Unda Dave'ningki oq ranglikniki yo'q. Unda esa Dave o'ziningki ko'nglikning o'zining emasligini deb bo'lib, o'zininkining ko'k ranglik ekanligini deb bo'lib tursa, o'qituvchi nima deb so'radi? Unda bu Timningmi deb so'radi. Undan keyin balkim deb uningki oq ranglik degan-ku. Shu gapga asosan nima deb javob beramiz? Whose shirt is white qa? Tim's shirt is white. Desak to'g'ri bo'lgan-ku, ya'ni Timning ko'ngliki bo'lsa oq deb. Amerika shirt is qisqartiriblar. Shirts desakmi bo'lgan-ku. Demakchi, bu yerda ikki dona pesh as keldi majumada. Qaysining qaysi ekanligini bilib oldingizmi?
Tinning kendiki peş as ning degan ma'nosi var. Shirtning kendiki peş as noncho isninki qisqartirilmasi deb tushunamiz. Ya'ni is degan fe'lninki. Tin shirts white, yani tinning ko'ngliki bo'lsa oq degan ma'no o'tadi. Gapim tushunishlik qo'y. Bu hamisha yana bir narsani qo'shib deb qo'ysam savoldoshlar. Biz hozirga qadar are ni ko'rdik, am ni ko'rdik, is ni ko'rdik, are ninki nega ishlatilganligini ko'rdik, yodinglarda bor? Are ninki you ga ishlatilganligini ko'rdik. Masalan, you are my teacher degan gapni hozir tushuna olasizlar. Siz bo'lsangiz mening o'qituvchim, ya'ni siz mening o'qituvchim degan gap bu, demakchi you ga are deb kelyapti. Am ni nega ishlatamiz degan to'q I ga ishlatamiz degan. Masalan, I am your masalan student degan gap bor, siz tushuna olasiz bu jumlani. Men bo'lsam sizning o'quvchingiz yoki men sizning o'quvchingiz degan gap bor. Undan so'ng I ga am ishlatildi ekan. Isni cho nega ishlatildi dedi? Isni he yoki she ga yoki bo'lmasa itlarga ishlatildi dedi. Ya'ni u uchinchi shaxs u. Erlardagi u yoki ayollardagi u yoki narsalardagi u. Masalan, is masalan er yoki ayollarga ayrim tuzayli bir jumlani masalan he yoki she is a good masalan student desak. U yoki u er yoki ayolni ko'rsatib turib is a good student desak nima bo'ldi? Siz tushunasiz bu jumlani. U bir yaxshi o'quvchi yoki u bo'lsa bir yaxshi o'quvchi degan gap bu. Masalan, it tuzsak bu jumlani. It is a masalan nice conversation. Nice conversation degan nima bilasiz? Nice degan yaxshi degan gap, odamning ko'ngliga yoqadigan, odamga rohat bag'ishlaydigan degandek ma'nosi bor dedim, bu yaxshi. Ashundaq yaxshi demakchi. Conversation deganda parang dedik. Undan so'ng it is a nice conversation degan nima? U bir yaxshi parang degan gap. Xo'sh, undan olsa gapning uzun gapning qisqasi are ninki you ga ishlatilganligini bilib oldingiz. Am ninki I ga ishlatilganligini bilib oldingiz. Ma is ninki he she yoki it laga ishlatilganligini bilib oldingiz. Xo'sh, undan so'ng nima demoqchi ma'lumsiz? Deganda bularni biz yig'ib qanda BPL deb ataymiz. Ingliz tilida BPL deydigan bir narsa bor. Bugun tunji deyishim bu gapni, chunki vaqti bo'lib qoldi deyishningki. Sizlar ko'tara oladigan iya keldinglar. Demakchi, bu PLlarni biz BPLlar deb ataymiz. Undan BPLlar qanday PLlar ma'lum? Bu PLlarningki ish harakat ma'nosi borligini bilgan to'q. Ish harakatni bildiradigan so'z turkumini PL deb bilgan to'q. Undan bu ish harakatni bildiradigan PLmi yo'q. Ish harakatni bildiradigan PLlarni PL deymiz. PLlar deymiz. Ma'lani qanday BPLlar deymiz. Bularning bu gapning tafsilotini biz oldimizda ketib tushunamiz. Hozircha bu gap mushunchalik bo'lib tursin. Ketin tushunishdikmi? Undan so'ng men o'chirib yoki o'chirmasam bo'ldi. Baribir qolmaydi. Doskada. Okay? Lekin buni yalan xat nusxasiga aytib qo'yay. Gapim tushunishdikmi? Demakchi BPLlarni bir tushundirganim bo'lib qoldi. Ma'vo are and is degan 3 xil BPLni. Demak, you ga are bo'lib keldikan, I ga am bo'lib keldikan, he she itlarga is bo'lib keldikan. Mushunchalik tushunib tursangiz bo'ladi. Abay deganda uzun gapning qisqasi xulosa chiqarsak, bu hozirgi gapdan. Bu BPL degan qanday narsa deganda ish harakatni bildiradigan PLlarmi deganda yo'q. Ish harakatni bildiradigan PLlar emas. Ma'lum zot deb bering azade, nimani bildiradigan PL bu BPL degan desangiz, bu bir xil holatni bildiradigan PL, holatni bildiradigan PLlar deb tushunib qolsangiz bo'ldi. Holatni bildiradigan PLlar. Ish harakatni bildiradigan PLlar o'xshamaydi ekanda, mushunchalik tushunib turing hozircha. Xo'sh, unda olsam, dialogni bu ham ko'p bo'ldik savoldoshlar, mono dialogni. Bu dialogni men o'qib berdim, aniki ma'nosini yechib berdim. Endi qanday buning ma'shiga o'zingiz qolib qoldi. Hozirgi konu gapimni takrorlasam, agar kallangizda inglizchani shundaq beshimni lang'ishtib o'tiribman, o'rganmayman, men yozmayman, o'qimayman, yodlamayman desangiz endi talaylik bo'lg'aysiz.
o'rganishning to'g'ri usuli emas. Cho'qimki o'qib, yodlab, hatto yezib degandekchu. Ashta o'rganmasangizlar bo'lmaydi bu narsani. Xo'sh, unda bo'lsa, 11-dars, ya'ni yuqorqi darsninki mashqni biz bir ishlab ko'raylikmi? Oldi bilan og'zaki mashqni bir qarab o'taylik. Anondan keyin yozmachi mashq keladi-ku. Qarsangiz og'zaki mashqninki lesson 12 ku albatta. Qarsangiz 12 ni hozir so'zlik tizimlikida o'rganamiz. Bu og'zaki mashqninki savol shakllari mundaqga qarang. Savol yoki javob shakllari qarang. Whose is this? Bir nima? Whose nima dezo? Qabiyam kimning deb degan to'q. Is deganni bo'lsa, this degan ma'u. Masalan, boshqa nima qo'yib ekanmiz? Masalan deylik, book yodingizda bor, kitob degan so'z. Whose is this book desak nima bo'ldi ekan? Kimning bo'lsa bu kitob. Bu gapning ma'nosi bu kitob kimning degan gap ekan-ku. Unga nima javob berib ekanmiz? Qarang. It is my book yoki it is your book yoki it is his book yoki it is her book. Ya'ni bu yerga my degan mening, your degan sening, his degan uning, her degan uning, his degan erlardagi uning, her degan ayollardagi uning-ku. Unda bo'lsa, demakchi, mau ustidagi birinchi jumlaga jumlani tushundingiz, uning javobini tushundingiz ham tigidagi jumla nima jumla desangiz, men xato o'qibdi. Amaliyotda that degan gap. Ya'ni whose is that bir nima. Faqatla ustidagi savolga o'xshamaydigan yeri ustida ma'u deb so'raganda tigida a'u deb so'raydi. Balki ko'rsatcha almashlarninki o'rni o'xshamaydi-ku. This degani o'zimizga yaqin narsa qartilgan, that degani o'zimizdan yiroqroq narsa qartilgan. Demakchi whose is that? Masalan, abayqa book ni misolga olsak, kimning a'u kitob yoki a'u kitob kimning degan gap bu. Uningga nima deb javob beramiz? Mesela it's my book, yoki it's your book, it's his book, it's her book deb javob bersak bo'ladi-ku. Demakchi bu savol javob jumla shakllari, shunday jumla shakllari. Mishaga biz masalan o'rgangan so'zlarimizni qo'yib mashq qilsak bo'ladi demakchi-ku, og'zaki mashqni qilsak bo'ladi shunday. Ham bugungi 12-darsimizda uchraydigan yangi so'zliklar nimalar desanglar, masalan new words and expressions ma tega qarang. Birinchi so'zimiz blouse. Blouse. İkinci sözümüz tie. Tie. Number 3, father. Father. Number 4, mother. Mother. Number 5, sister. Sister. Number 6, brother. Brother. Number 7, 12. 12. Xo'sh, bu 7 so'zningki o'qilishi shunday, endi tez bir ma'nolari bilan tanishib chiqsak bularningki, masalan, number 1, blouse degan nima desangiz, ayollarningki koptasi. Kopta. Ya kopta deb xato dedim. Kopta degan ma u belning to'yiniga kiydigan narsani kopta deydi-ku. Ya yo'qmi ya u. Kechiringlar, men shu bo'libmi boshqa narsada bak ezib ketmayman. Shu kopta bilan yo'qqa kelganda sal ezib qolma. Kopta degan usti kiydig'ini-ku, yo'qqa degan tegi kiydig'ini. Demakchi, men blouse degani koptasi, ayollarning koptasi. Okay? Usti kiydig'ini demakchi. Erlarninki nima deydi-ku? Ko'ngliki deydi-ku, ko'nglak deydi-ku, shirt deydi-ku, ama ayollarninkini blouse deymiz demakchi. Okay? Yo'qqa degani men tegi kiydig'ini nima deb o'tganda o'rganib bo'lgan. Skirt deydi, yodingizda bo'lsa. Okay? Demakchi, skirt degani ayollarninki yo'qqisi, kopta degani ayollarninki masalan blouse. Erlarninki ko'nglikini nima erlarninkini koptami deydi, ko'pincha ko'nglak deydi-ku, xatolashmasam. Demakchi, erlarninki ko'nglikini shirt desa, ayollarninki koptasini nima deydi ekan? Blouse deydi ekan. Yo'qqisini-chi, yo'qqini oldingi bir dars o'rganib bo'lgandik. Skirt deydi. Bütün ko'ylakni nima deydi? Dress deydi, yodingizda bor. Demak, bu so'zlarni ma'qu bakchiq mashq qilmasa zodi esida qolmaydi. Bo'libmi yangi o'rganayotganda bak ko'p mashq qilishinglar kerak, savoldoshlar. O'qib, yodlab, yezib, o'qib, yodlab, yezib, o'qib, yodlab, yezib. Okay? Xo'sh, blouse degan ayollarning koptasi ekan. Number 2, tie degan galstuk degan gap. Galstuk. Okay? Number 3, father.
dada, ata degan so'z shu. To'rtinchisi mother, apa, ana. Endi men father bilan motherni so'zlaganda bir muhim ta'kidlab qo'yadigan narsa, father deganda qarang, fa deb so'zilib o'qilyapti. Father deb. Lekin to'rtinchi so'z motherni o'qiganda qisqalam ma deb qisqalam o'qiymiz. Mother. Demakchi o'g'lim, men yana bir qatim selishtirib o'qisam, texim aniq bo'ladi, qarang. Father, mother. Father, mother. O'qilishida alohida diqqat qilish tegishli bir muhim narsa bu. Okay? Number 5, sister. Bu atsimo sister deb ataldi ingliz tilida, singlisimi sister deb ataldi demakchi. Zodi atsiya singlisligini qanday bilamiz deganda, oldiga bir so'zni ishiltish orqali bilamiz. Masalan, older yoki younger degan ikki so'z bor. Shu so'zlarni ishiltish orqali ondan belgili bo'ldi. Older degani cho'ngroq degan gap. Younger degani kichikroq degan gap, ya'ni yoshroq degan gap. Ya'ni agar older kelib qolsa, masalan, older sister bo'lsa, o chaqda otisi, hadisi bo'lgan bo'ldi. Agar younger kelib qolsa, oldiga, masalan, younger sister bo'lib kelsa, singlisi degan bo'ladi. Demakchi o'g'lim, sister degan so'zning o'zidan otisi ya singlisiligini qo'llanmaydi. Okay? Biz Uyg'ur tilida aniq ifodalaydi ekanmiz. Acha desa o'zidan cho'ng, singlim desa o'zining kichikligini bildirdi. İngiliz tilida sister desa uqulmaydi diye. Ağaçında adamdı, sonrasında adamdı. Abay degandek faqat oldiga older yoki younger degan so'zlarni qo'yish orqali ondan uqul bo'ldi. Okay? Ağaçsiya singlisligini. Hozircha shunchalik tushunib turaylik. Demakchi sisterni acha singil deb degan ikki xil ma'nosi bor ekan deb tushunib tursangiz bo'ldi. Number 6, brother. Brother mo o'sha sister o'xshash ahvol. Aksi inisiga har ikkisiga ishlatildi. Hamda zada aksiya inligini qanday bilamiz, o'zining cho'ng yoki kichikligini desangiz, sister o'xshash, oldiga older yoki younger degan so'zni qo'shish orqali aniq ayiramiz. Okay? O'qiganda brother deb deb tezlam brother deb o'qiymiz. Hargizmi brother deb so'zib brother deb o'qimaymiz. Deb so'zmaymiz. Qisqalam brother. Okay? Eng oxirgi so'z 12. 12 degan son, albatta 12-chi darsni o'rgangandan keyin 12 degan sonni bilish kerak. O'qilishiga alohida diqqat qilsangiz, twa deb anankin g'ga urib deb 12 deb anankin v da to'xtar ekanmiz. Ustidan kechish astan kalb qilgan v degan tovushda to'xtaydi, qarang. 12. Okay? Cho'qim mushta o'qish kerak. Xo'sh, unda bo'lsa, shu yangi so'zlardan bir ikkisini biz misal elib yuqorqi jumla ichiga qo'yib mashq qilib baqsaq, masalan deylik, blouse ne, masalan, whose is this blouse desak nima bo'ldi? Bu ko'pda kimning degan gap bu. Javob nima bo'ldi? It is her blouse. It is her blouse. Her degan uning, ya'ni ayollardagi uning. It is her blouse degan nima bo'ldi? U bo'lsa uning ko'psi, ya'ni bir ayol kishini ko'rsatib turib deganimiz g'o, Okay? Anki yana bir misol olsak, masalan, whose is that, masalan, tie? Whose is that tie? Ma tie galstukku. Ashuni men ikkinchi savolni men bo'sh o'rnga qo'yib, whose is that tie desak nima bo'ldi? Avu galstuk kimning degan gap bu. Uning javobini nima deb javob bersak bo'ldi? Masalan, it is my, masalan, father deb pash'as yadinglarda bormi? Pash'asni fatherning kaniga qo'yib, masalan, fathers deb olsak, it is my father's bo'lsa nima bo'ldi ekan? U mening dadamning degan gap bo'ldi ekan qo'y, yoki it is my father's tie. Demakchi, u mening dadamning galastiki. Okay? Ya'ni, our galastik kimning degan savolga it is my father's tie deb javob bergan bo'ldi. U mening dadamning galastiki deb. Qolganlarni o'zingiz mashq qilmasangiz bo'lmaydi. Mening mana sizga hozir ko'rsatayotgan mana ekranimdagisi o'zim kirish degan mazmun. Buning tafsiloti kitobda bor, u kitob to'rt bitimizda bor. Demakchi, oldingizga cho'qim kitobni ichib olib,
bo'lsa sharoitingiz yarbasi besib chiqirib demakchi naql amaliy varaqliq bundaq kitob sifatida oldingizga echib olib turib yezib turib ko'chirib yezib bakchiq o'qib mashq qilib shunaqa qilmasangiz demakchi qolgan so'zlarni shu yuqorqi jumlalarga saplab mashq qilmasangiz inglizcha o'rgangili bo'lmaydi savoqlashlar. Okay? Bu inglizcha deganni boshlang'ich o'tirib o'rganadigan narsa emas. Qo'limizni tiqib yezib o'qib yodlab turib o'rganadigan narsa. Okay? Undan so'ng quruq gap shunchalik bo'lsin. Endi biz mana bu yozmachi mashqlarningki misollarini ko'rib chiqayli, tafsilotini o'zingiz ishlaysiz, tigirliklarni, ha. Masalan, written exercises deydi. 12-darsningki yozmachi mashqlari qarang, ha. A. Complete these sentences using my, your, his or her. Ma'u jumlalarni to'liqlang yoki oyoqlashtiring degan gap bu ishilchi orqali nimalarni my, your, his yoki herlarni deydi. Ya'ni mening, sening, uning, erlarning uning. Yani uning ayollarning uning. Demak, mushlarni ishiltish orqali tuvandagi jumlalarni to'liqlang degan gapga qarang. Example'da qaysi misolni berib bizga? Qarang. Hans is here. Hans bo'lsa bu yerda degan gap bu. Here ni bu yerda, bu yer, mana degan ma'nosi bor deb bugun qo'yadingiz bor. Demak, Hans nishada degan gap bor. Hans bo'lsa nishada deb bo'lib, that is bizim car deydi. Av bo'lsa bir nima mashina, car degan kichik mashina u. Undan so'ng nim degan qandoq tuzaydi ekanmiz, qandoq bo'shunini qandoq to'ldirdi ekanmiz. Talabdagi 4 so'zning qaysi kasi muvofiq bo'ladi bu yerga? Masalan, Hans degan yodingizda bor. Ko'rni bir darsda o'rgangan to'q o'g'illar u. Demakchi, Hans bo'lsa bu yerda, avu bo'lsa mening mashinam deb to'ldiram ekanmiz ayaga my car deb yoki your car yoki his car yoki her car. My degan mening de. Your degan sening yoki sizning. His degan uning, ya'ni action ko'rsatib turib aytganda ishiltigan uning. Her degan ayol kishidagi uning. Demak, qaysi uning yoki qaysi egilik almash kasi to'g'ri bo'ldimi yaga? Albatta nimada misolninki ishlab bergan tayyor javobida qanda his kasi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni jumlaning egasi Hans bo'lg'achqa, ya'ni Hansning gap bo'layotg'achqa Hans bu yerda deb bo'lib, avu bo'lsa uning mashinasi, ya'ni Hans bo'lgan Hans degan akish bo'lgandan akishiga ishlatilgan uning degan egilik almashni qo'ysak to'g'ri bo'ldi ekan-ku. Ya'ni Hans mishada avu uning mashinasi desak to'g'ri bo'ldi ekan-ku. Demakchi, bu gapdan tushundingiz, tuvandagi 4 ni o'zingizdan ishlaydiganligini. Masalan, number 1 nima ishlab beray bo'pti. Stella is here. Stella mishada deydi. That is avu bo'lsa, undan so'ng qaysi egilik almash keldi? Ustidagi 4 dan my, your, his, her. Yodingizda Stella degan qiz bola. Undan so'ng Stella mishada deb avu bo'lsa uning mashinasi desak, bu yerdagi uning qaysi uning ayol kishiga ishlatilgan uning. Ya'ni Stella mishada avu uning mashinasi. Kimning mashinasi shu? Stellaning mashinasi demakchi-ku. Ya'ni Stellaga ishlatilgan uning degan qaysi uning? Her ayollarga ishlatilgan uning. Qolganlarni ishlay olamsiz? Ikkinchisini ishlab bermaydi. Excuse me, Steven. Is this bizim umbrella deydi qarang. Excuse me, Steven degan kechiring Steven degan gap-ku. Maqsad niyati Stevenninki diqqatini o'ziga tortish-ku. Excuse me ning ma'nosi shu. Boshqalarning diqqatini o'zimizga tortganda ishlatilgan. Kechiring, men sizdan bir narsa so'raydigan degan maqsadda ishlatamiz-ku. Excuse me deb. Qarang yoki kechiring deb. Okay? Gapning ma'nosini tushundinglar? Demakchi, kechiring Steven yoki men qarang Steven. Is this bizim umbrella? Da o'ylasangiz, Steven'ninki diqqatini o'zimizga tortgandan keyin kimdan so'raymiz bu gapni? Shu Steven'dan so'ragan bo'ldik-ku. Ya'ni is this bu bo'lsa yoki bo'lsa bu sizning kunligingizmi desak to'g'ri bo'ldi, to'g'ri bo'ldi-ku. Ya'ni Steven'ning ismini chaqirib o'zimizga qaratganga tushliq. Bu sizning kunligingizmi deb so'rasak to'g'ri bo'ldi-ku. Tushunishlik-ku. Herkes Steven'ın ismini chaqirib qo'yib, bu aning umbrellasimi, ya'ni kunlikmi desak, u chaqda tushuniksiz bir gap bo'lib qoldi-ku. Demak, Steven'ning ismini chaqirganga tushliq,
bu sizning kunligingizmi deb ustidagi 4 ikilik almashdan sizning degan almashni ishlatamiz, ikilik almashni ishlatamiz. Okay? Qolgan o'zingiz qoldi savoldoshlar. Number 3 deki air hostess degan aeroplan xodimi degan gap, aeroplan kutuvchisi, ayol kishi. Demakchi, ayadiki Brit degan ayol kishining ismi, Paul degan kishining ismi. Qolganini o'zingiz ishlay olasiz. Cho'qim o'zingiz ishlamasangiz bo'lmaydi, rasmiylar. Agar buni ishlamay o'tib ketsangiz, hamda inglizchada men olg'a ilgarilayman deb umid kutmasangiz bo'ldi. Demakchi, inglizchani qanday o'rgandingiz? Ishlab turib, jiqmash qilib turib, o'sha sarangda kirishib turib o'rganadigan narsa bu. Boshlang'ich deb qo'ygan bilan masala bo'lmaydi, okay? Eng oxirgi mashq B mashq, ya'ni write questions and answers using past as, his or her deydi. That's write questions and answers degan gap, yozinglar, savollarni va javoblarni degan gap bu. Ishilch orqali nimalarni? Past as, his or her, ya'ni past as, his yoki her larni ishilch orqali savol va javoblarni yozinglar tuvandikilarga deydi. Qarang, example'da mashqda ulgulik misolda bunda deydi, qarang. Bizga bagini shirt bilan Tim ekan. Shirt degan actionning ko'ngliki, Tim degan bir actionning ismi deydi. Undan so'ng shu ikki berilgan so'zga asosan bunda jumla tuzabdi, qarang. Savolni bunda tuzabdi. Whose is this shirt? Kimning bo'lsa bu ko'nglar degan gap, ya'ni bu ko'nglar kimning degan gapkan bu. Buning javoban it's Tim's debdi. Javob. Bu bo'lsa Timning. Bu yerki it ning keyindagi past as is ning qisqartirilgani. It qachoqlashib qolgan qisqartirilgan shaklda. Tim's degandagi past as shu ning degan qo'shimcha. Ya'ni u bo'lsa Timning demak ekan bu. That bo'lib it's his shirt. U bo'lsa uning ko'ngliki. Ya'ni baştan bir ko'rsak, bu ko'nglar kimning degan savolga u Timning deb bo'lib, u Timning ko'ngliki deb bunda degan ashta bir gapkan bu, ha? Savol, javob jumlalarni qanday tuzashni bildikmi? Obdan qarab olib, shu misolga tuvandikilarni ishlay olamsiz? Albatta ishlay olasiz. Okay? Ning degan qo'shimchani unutib qolmang, past as. Unda olsa bu topshiriq o'zingizga qoldi savoldoshlar. Muşuna tapşırıq bulmasa, İngilizceni öğrengil bulmaydı, astoydil, herkesme düşendim, de falan beşiniz bilan işte falan ötküzüp etmeyeceksiniz. Çokum işleyişiniz gerek. Depter, bir neçe depter, hatta bir neçe 10, 100 depterler tüket gelse, İngilizceniz inşallah yaxşı bolup turur. Bundan biz keyingi dersimizde görüşelim savoldoshlar. Aman bolinglar. Bugün 8. ayının 6. günü. Undan sonra biz 8. ayının 7. günü yine tüm görüşelim. See you tomorrow. Thank you very much. Goodbye.